Angliya Premyer Ligasining ashaddiy muxlislari bormi ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling, sababi ortda qolgan tur haqida qiziqarli fikrlar va faktlarni hozir sizga aytib beraman. Biroz avval Shimoliy London derbisi o'z yakuniga yetdi va unda Arsenal Tottenhamni yanchib tashladi 4-1. Mana shu o'yindan oldin bo'lgan press konferensiyada Tottenham bosh murabbiyi Thomas Frank Eberechi Eze'ga nisbatan hurmatsizlik qildi. Ya'ni juma kuni unga savol berildi Eze haqida. Bosh murabbiy esa o'zini jinlikka soldi. Eze kim u Eze deya. Yakshanba kuni esa Eberechi Eze kimligini unga ko'rsatib qo'yishdi. Eze'da 3 gol, ya'ni hat-trick. Ochig'i bu o'yinda Tottenhamdan ko'proq narsa kutgandim. Nega? Chempionlik uchun kurashayotgan jamoa Arsenalga qarshi, shuningdek derbida intriga qilib beradi deb o'ylagandim. Biroq unday bo'lmadi. Tottenham 55-daqiqaga qadar umuman zarba bergani yo'q. Birinchi kiritilgan gol ham Zubimendining xatosidan so'ng olis masofadan David Raya darvozasiga Richarlison tomonidan kiritildi. Hozircha Arsenalda barchasi joyida, chempionlik uchun katta qadam tashladi. Ammo shoshmaymiz, sababi Arsenalning umuman jamoalarning, APL jamoalarining kuchiga yana bahorda qayta baho beramiz, chunki Arsenal aynan bahorda sutlashadigan odati bor. Buni Arsenal muxlislari ham yaxshi bilishadi. Hozircha esa aytgandek, barchasi joyida jamoada. Demak, xo'sh do'stlar, qolgan jamoalar haqida ham gapirishda davom etaman. Siz esa mana shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Aynan shu orqali video ko'proq insonlarga yetib boradi. Demak, Liverpool bu turda mag'lub bo'ldi. 0-3, ishlar yaxshi emas. Jamoa Shondayshning Nottinghamga yutqazdi. Slotga eng yaxshi transferlar qilib berildi, ammo natija yo'q. Kim biladi deysiz, Kloppning sehri tugab qoldi shekilli. Ta'sir doirasi o'z yakuniga yetgan ko'rinadi. Ehtimol Kloppning asl imkoniyatlari shudir. Liverpoolda muxlislar sabr kosasi to'lyapti. Nottingham juda oson o'zi Shondaysh o'yinni quritadigan murabbiy, biroq Liverpoolga qarshi o'yinda unday qilish ham shart bo'lmadi. Xo'sh, yana bu turda Manchester City ham yutqazdi. 2-1, Harvey Barnesda dubl, Ruben Dias bitta gol urdi, Abduqodir Husanov zaxirada qoldirildi. Shuningdek, Chelsea bu turda g'alaba qozondi. Hozircha Chelsea hech qanday shovqinlarsiz, hech qanday to'polonlarsiz sekin-asta g'alabalar qozonib, yuqoriga ko'tarilib ketyapti. Xo'sh, bu video chiqayotganida Manchester United hali o'z o'yinini o'tkazmagan, Evertonga qarshi o'ynaydi. Ammo aytib ketishim kerakki, Manchester United bu o'yinda g'alaba qozonsa, top 4-talikka kirib oladi. Hozir 10-o'rinda, ya'ni Liverpooldan bir pog'ona yuqorida turibdi. G'alaba qozonsa 4-o'ringa chiqib oladi. Ya'ni APLda jamoalar orasidagi farqni hozir tushunib oldingizda, yana jadvalni ham qoldirib ketaman. Siz qaysi jamoaga muxlislik qilasiz? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Ko'ramiz, qaysi jamoa muxlislari ko'p ekan.